Sizda ham shunday bo'lganmi? Taqiq va xohish orasidagi o'sha ingichka chiziq. Qachonki aqlingiz to'xta desa-yu, butun vujudingiz bor deb faryod qilsa. O'sha kuni ertalab ko'zimni ochganimda, quyosh nurlari emas, balki mening taqdirimni o'zgartiruvchi olov yonimda uxlayotganini ko'rdim. Zarina. U shunchaki ism emas, u mening eng shirin azobim, mening birinchi haqiqiy ehtirosim edi. O'sha kungi tun bizning sirlarimizni o'z qa'riga yashirdi va men endi avvalgi bola emasdim. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugungi hikoyamiz yurakning eng tubidagi yashirin hislar, kutilmagan ehtiros va bir kechalik unutilmas visol haqida. Bu voqea har biringizning qalbingizda qandaydir xotirani uyg'otishi mumkin. Agar samimiy va hayotiy hikoyalar sizga yoqsa, like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. O'sha tong. U boshqacha edi. Derazadan tushayotgan quyosh nurlari pushti pardani teshib o'tib, xonaga o'zgacha sehrli tus berardi. Ko'zimni ochdim, lekin qimirlashga qo'rqdim. Yonimda qo'l uzatsam yetadigan masofada Zarina opam uxlab yotardi. Uning uykudagi chehrasi shu qadar beg'ubor, shu qadar tinch ediki, nafas olishni ham unutdim. Bir tutam timqora sochlari yuziga tushib turar, quyosh nurlari esa uning silliq, oppoq yelkalarida o'ynardi. Bu manzara mening ichimda uxlab yotgan vulqonni uyg'otdi. Yoshlikning jo'shqin qoni tomirlarimda qaynab, yuragim dukillab urayotganini qulog'im bilan eshitardim. Bu shunchaki shahvat emasdi, bu go'zallikka bo'lgan cheksiz tashnalik edi. Qo'llarim o'z-o'zidan unga tomon cho'zildi. Uning yuziga tushgan sochini sekin, uni uyg'otib yuborishdan cho'chib, qulog'i ortiga o'tkazdim. Barmoqlarim uning ipakdek terisiga tekkanda, vujudimdan tok o'tgandek bo'ldi. Uning lablari gilosdek qizil, biroz shishgan va shirin uyquda edi. Men o'zimni tutib turolmadim. Sekin, juda ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdim. Uning pastki labini ohista tishlab tilim bilan erkaladim. Mening bu harakatimdan u uyg'onmadi, aksincha, u ham uyqusirab javob qaytargandek bo'ldi. Bizning lablarimiz tong sukunatida so'zsiz suhbatlashardi. Ehtiros uchqunlari endi olovga aylanayotgan edi. Lekin afsus, sehrli lahzani telefonning baland ovozi buzib yubordi. Zarina cho'chib uyg'ondi. U o'rnidan turib shosha-pisha kiyina boshladi. Men esa joyimda qotib, uning har bir harakatini kuzatardim. U oppoq ich kiyimlarini, keyin esa o'sha nafis ko'ylagini kiyayotganda, men go'zallikning guvohi bo'lib yotardim. U oynaga bir qarab oldida mening yonimga kelib o'tirdi. Men yana umid bilan lablarimni cho'zdim, lekin u bu safar nafis barmog'i bilan labimni to'sdi. Asalim, ishga kech qolaman. Keyinroq, dedi u ko'zlarimga ma'noli qarab. Uning bu qarashida va'da bor edi. U yuzimdan shoshib o'pdi-yu xonadan chiqib ketdi. Xona bo'shab qoldi, lekin uning ifori, uning shirin hidi hali ham havoda muallaq turardi. U ketdi-yu meni o'zi bilan olib ketgandek bo'ldi. O'rnimdan turib vannaga kirdim. U yerda ham uning hidi hukmron edi. U ishlatgan shampunni qo'limga oldim. Qopqog'ini ochib chuqur hidladim. Bu hid meni yana o'sha tonggi lahzalarga qaytardi. Issiq suvni yoqib, butun badanimni o'sha shampun bilan yuvdim. Go'yo shu orqali u bilan birga bo'lgandek, uning quchog'ida turgandek his qilardim o'zimni. Nonushta qildim, o'qishga ketdim, lekin xayolim, fikrim, yodim faqat bir joyda edi. Zarina. Qulog'imda musiqa, atrofimda do'stlarim, darslar, futbol haqidagi bahslar, hammasi menga shunday begona, shunday ahamiyatsiz tuyulardiki. Bolalar Real va Barsa haqida tortishardi, men esa ichimda soatlarni sanardim. Qachon kech bo'ladi? Qachon men yana o'sha sehrli nigohlarni ko'raman? O'qish tugadi. Uyga shoshildim. Yo'ldan uning eng yaxshi ko'rgan plitka shokoladdan oldim. Uyga kelib telefonga qaradim. Dadamdan sims kelgan ekan. O'g'lim, biz onang bilan buvingnikiga ketdik, kech kelamiz.
Ehtiyot bo'linglar. Bu xabar. Bu taqdirning menga bergan eng katta sovg'asi edi. Uy bo'sh. Faqat men va u kecha bizniki bo'ladi. Yuragim ko'krak qafasimni yorib chiqayozdi. Tezda dush qabul qildim, eng yaxshi kiyimlarimni kiydim, uyni tartibga keltirdim. Hammasi mukammal bo'lishi kerak edi. Kutdim. Vaqt toshbaqa kabi sekin o'tardi. Unga qo'ng'iroq qildim. Asalim, uzr, ishim ko'payib ketdi, biroz kechroq boraman, dedi u telefonda. Ovozi charchagan, lekin mehribon edi. Kuta-kuta ko'zim ilinibdi. Tushimda ham uni ko'rdim. Eshik qulfining ochilgan ovozidan sapchib uyg'ondim. Keldi. Yugurib chiqdim. U dahlizda turardi. Meni ko'rib charchoq aralash jilmaydi. Yaxshi o'tiribsanmi, dedi va vannaga kirib ketdi. Vannadan suv ovozi kelardi. Men esa eshik ortida xuddi sodiq soqchi kabi nafasimni ichimga yutib kutardim. Har bir daqiqa asrga tatigulik edi. Va nihoyat eshik ochildi. Zarina chiqib keldi. O'sha lahzada men tilimdan qoldim. Uning egnida tizzasidan biroz yuqorida turuvchi qip-qizil ipak ko'ylak bor edi. Bu rang unga shunday yarashgandiki, u xuddi yonib turgan olovga o'xshardi. Nam sochlari yelkasiga yoyilgan, yuzidan taralayotgan issiq hovur meni mast qilardi. U engashib tuflisini to'g'rilayotganda, ko'ylakning etagi biroz ko'tarildi. Oppoq sonlari, nafis oyoqlari. Tomog'im qurib qoldi. O'zimni tutib turolmadim. Eshikni qulfladimda, yugurib borib uni ortidan mahkam quchoqladim. Sizni sog'indim, deb pichirladim bo'yniga yuzimni bosib. Uning badani qaynoq edi. Men uni dast ko'tarib xonaga olib kirdim. Uni divanga yotqizganimda, u menga qarab jilmayib turardi. Ko'zlarida qo'rquv yo'q, faqat sho'xlik va mayinlik bor edi. Men uning lablariga yopishdim. Bu safar tongidagi sekin emas, balki chanqoq, ehtirosli bo'lsa edi. U ham sochlarimni silab menga javob qaytardi. Lekin men shoshqaloqlik qildim. Qo'llarim uning nozik tanasi bo'ylab sayr qilib, nazoratni yo'qota boshlaganimda, u kutilmaganda meni to'xtatdi. Bir harakat bilan meni o'zidan itarib, divandan tushirib yubordi. Men polda hayron bo'lib unga qarab qoldim. Nega? Zarina o'rnidan turdi, sochlarini orqaga tashladi. Uning nigohida o'ynoqi g'azab bor edi. Nima bu, dedi u soxta jiddiylik bilan. Shoshqaloqlik qilma, yigitcha. Men o'rnimdan turib unga yaqinlashdim. Men shunchaki. U kulib yubordi. Meni devorga qisdi. Uning bu harakati meni butunlay o'ziga rom etdi. U endi oddiy qiz emas, haqiqiy malika, vaziyatning egasi edi. U menga yaqinlashdi. Burnini burnimga tekkizdi. Ko'zlarimga tikilib, shoshilma, dedi u pichirlab. Ehtiros, bu san'at. O'zingni emas, meni ham o'yla, asalim. Bu so'zlar mening aqlimni oldi. U sekin lablarimdan o'pdi. Avval yuqori labimdan, keyin pastkisidan. Uning tili lablarimda o'ynardi. Men erib ketayotgan shamdek edim. Mana bunaqa bo'ladi, dedi u va orqasini o'girib ko'ylagining zanjirini ochishimni kutdi. Qo'llarim qaltirab uning ko'ylagini yechdim. Ko'ylak silliqqina pastga tushdi. Qarshimda u oppoq ich kiyimda turardi. U go'zallik ma'budasi edi. Biz bir-birimizga termulib qoldik. U meni divanga tortdi. Endi hech qanday to'siq, hech qanday shoshqaloqlik yo'q edi. Faqat bizning hislarimiz. Biz bir-birimizni kashf qildik. Har bir teginish, har bir o'pich minglab so'zlardan ustun edi. Uning mayin ingrashlari, mening ismimni pichirlashi bu dunyodagi eng yoqimli musiqa edi. Biz tun bo'yi birga bo'ldik. Tashqarida oy bizga guvoh bo'ldi. Men o'sha kecha tushundimki, haqiqiy yaqinlik
bu shunchaki jismoniy harakat emas, bu ikki qalbning, ikki vujudning bir butunga aylanishi ekan. O'sha kechagi ehtiros, mehr va muhabbat mening xotiramda bir umrga muhrlanib qoldi. Tong otganda biz yana bir-birimizning quchog'imizda edik. Quyosh nurlari xonaga yugurib kirganda men Zarinaning yuziga qaradim. U baxtli edi. Men ham. Bu tun bizning sirimiz bo'lib qoldi. Hech kim bilmaydigan, faqat ikkimizga tegishli shirin xotira. Azizlar, muhabbat va ehtiros bu inson hayotining eng go'zal bezagi. Ba'zan biz kutmagan insonlar, kutilmagan lahzalar bizga haqiqiy baxtni his qildiradi. O'z hislaringizdan qo'rqmang, ularni qadrlang. Agar hikoyam sizga manzur bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, hali oldinda bundanda qiziqarli va hayajonli voqealar sizni kutmoqda. Xayr, salomat bo'ling. Qon. Tomirimda oqayotgan qonimiz bir edi. Biz bir daraxtning ikki xil shoxi edik. Hamma bizga aka-singil, jiyanlar deb qarardi. Lekin yurak. Bu o'lgur yurak qon-qarindoshlik chegarasini tan olmas ekan. U menga qarab, sen men uchun boshqacha odamsan deganda, men jahannam va jannat o'rtasida qolgandek bo'ldim. Amakimning qizi. Mening bolaligim, mening sirdoshim va mening eng katta gunohim bo'lishi mumkinmidi? Yoki bu taqdirning bizga atagan eng buyuk sinovimi? Bugun men sizga qarindoshlikdan ustun kelgan, butun urug'aymoqqa qarshi chiqqan olovli muhabbatim haqida so'zlab beraman. Assalomu alaykum, aziz sirdoshlar. Hikoyachi Momo kanaliga xush kelibsiz. Bugungi hikoyamiz jamiyatimizdagi eng nozik mavzulardan biri, qarindoshlar o'rtasidagi sevgi haqida. Bu voqea real hayotdan olingan bo'lib, undagi kurash va sadoqat sizni befarq qoldirmaydi. Agar siz ham chin muhabbatning kuchiga ishonsangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Men 21 yoshdaman. Ismim Sardor. U esa Farzona, amakimning kenja qizi. Biz bir mahallada devordarmiyon qo'shni bo'lib, bir hovlida chang yutib katta bo'lganmiz. To'ylarda birga xizmat qilganmiz, bayramlarda bir dasturxon atrofida o'tirganmiz. Hamma bizga shunchaki qarindosh, aka-singil deb qarardi. Rostini aytsam, o'zim ham 18 yoshimgacha shunday deb o'ylardim. Lekin inson ulg'ayar ekan, nigohlar o'zgarar ekan. O'sha kuni ammamning o'g'lini uylantirayotgan edik. Farzona atlas ko'ylakda, sochlarini uzun qilib o'rib olgan holda hovlida mehmonlarni kutib olardi. Men og'ir qozonlarni tashib terlab pishib yurganimda, u bir piyola muzdek suv olib keldi. Sardor aka, charchamadingizmi? Oling, ichib oling, dedi u. Uning ovozida oldingi sho'x jiyanning ovozi emas, balog'atga yetgan, latofatli qizning nazokati bor edi. Men piyolani olayotib uning ko'zlariga qaradim. Vaqt to'xtab qoldi. Uning ko'z qorachig'ida o'zimning aksimni ko'rdim. Lekin bu aks aka aksi emasdi. Bu oshiqning aksi edi. Yuragim gup etib urib ketdi. Qo'limdagi piyola titrab ketdi. Rahmat, dedim zo'rg'a. O'sha kundan keyin men halovatimni yo'qotdim. O'zimni to'xtatishga, bu hisni yo'q qilishga ming bor urindim. Bu mumkin emas.
U amakingni qizi. U sening singling hisoblanadi deb o'zimni koyirdim. Lekin yurak aqlga bo'ysunmas ekan. Farzona kulganda dunyo yorishib ketardek, u g'amgin bo'lsa, osmonim qulab tushgandek bo'lardi. Men endi uning yoniga borishga ham, ko'ziga qarashga ham qo'rqib qoldim. Lekin taqdir bizni har qadamda to'qnashtiraverardi. Bir kuni kech kuz edi. Hovlimizdagi xazonlarni supurayotgandim. Farzona chiqib qoldi. U menga yordamlashdi. Biz jim ishladik. Lekin bu sukunat ichida minglab so'zlar bor edi. Ish tugagach u menga qarab kutilmagan gapni aytdi. Sardor, nega mendan qochyapsiz? Men dovdirab qoldim. Qochganim yo'q. Qochyapsiz. Nigohlaringizni olib qochyapsiz. Lekin men sezaman. Siz ham xuddi men kabi his qilyapsiz, to'g'rimi? Bu savol meni devorga taqab qo'ydi. Uning dadilligi meni hayratda qoldirdi. Nimani his qilyapman, so'radim ovozim bo'g'ilib. Siz men uchun boshqacha odamsiz, dedi u pichirlab. Bu yaqinlikni, bu issiqlikni boshqa hech kimda, hatto o'z akalarimda ham his qilmayman. Bu qarindoshlikdan ortiq narsa. Shu so'zlardan so'ng to'g'on buzildi. Biz o'sha kuni bir-birimizga dil izhori qilmadik, lekin ruhimiz allaqachon birlashib bo'lganini tan oldik. O'sha tun men uxlay olmadim. Har lahza xayolimda uning ko'zlari, ovozidagi titroq. Biz yashirincha gaplashadigan bo'ldik. Telefon orqali, xatlar orqali. Biz gunoh qilyapmizmi deb so'rardi u ba'zan qo'rqib. Yo'q, derdim men ishonch bilan. Bizning niyatimiz pok. Biz bir-birimizni yomon yo'lga boshlamayapmiz. Biz shunchaki sevamiz. Lekin bu baxt uzoqqa cho'zilmadi. Qishloq joyi, devorlarning ham qulog'i bor. Bir kuni otam, qattiq qo'l, gapining ustidan chiqadigan otam telefonimni stol ustida ko'rib qoldi. Ekranda Farzonadan kelgan xabar porlab turardi. Shunga kiribsiz, sog'indim. Otamning yuzi avval oqardi, keyin qizardi. Meni chaqirdi. Bu nima deb baqirdi u telefonni ko'rsatib. Men nima deyishni bilmay yerga qaradim. Bu kim? Jiyanimmi? Amakingni qizimi? Ha, dedim sekin. Otamning qo'li havoga ko'tarildi-yu, lekin urmadi. Undan ko'ra og'irroq so'z aytdi. Uyalinglar. Senda nomus bormi? U sening singling-ku. Odamlar nima deydi? Aka-uka quda bo'lmaydi, qon buziladi, gap so'z bo'ladi demaganmidim? Men ilk bor otamga tik qaradim. Dada, u mening singlim emas. U mening taqdirim. Biz bir-birimizni sevamiz. Bu shunchaki havas emas. Otam stolni mushtladi. O'chirasan. Hoziroq hammasini tugatasan. Agar yana bir marta o'sha qiz tomonga qaraganingni ko'rsam yoki u bilan gaplashsang, senday o'g'lim yo'q. Amakingni yuziga qanday qarayman? Uyda katta janjal bo'ldi. Onam yig'ladi. Qo'y bolam, el-yurt oldida sharmanda qilma, qarindoshchilikka putur yetkazma deb yalindi. Farzonaning uyida ham xuddi shunday bo'ron bo'lganini keyin bildim. Onasi telefonini olib qo'yibdi, ko'chaga chiqishni taqiqlabdi. Biz ikki dunyo orasida qoldik. Tashqaridan qarindoshlar, ichkaridan bir-biriga talpingan oshiqlar. Oradan bir hafta o'tdi. Bu bir hafta men uchun do'zax azobidek tuyuldi. Farzonadan darak yo'q. Tirikmi, o'likmi bilmayman. Har kuni devorning u tomoniga qarayman, balki sharpasini ko'rarman deb. Otam meni qattiq nazoratga olgandi. Bir kuni kechasi hamma uxlaganda devor tirqishidan kichkina qog'oz parchasi tushdi. Yugurib borib oldim. Farzonaning xati edi. Meni boshqa qishloqdagi uzoqroq qarindoshimizga uzatmoqchi bo'lishyapti. Otam rozi bo'lish arafasida. Sardor, men o'lsam o'lamanki, boshqasiga tegmayman. Meni qutqaring. Xatni o'qib qo'llarim musht bo'lib tugildi. Demak, ular bizni ajratish uchun shunday yo'l tutishibdi-da. Yo'q. Men bunga yo'l qo'ymayman. Ertasiga tong saharda amakimning ishga ketishini poyladim. Lekin undan oldin Farzona bilan ko'rishim kerak edi.
Bizning eski joyimiz bog'ning etagidagi keksa yong'oq daraxti tagida uchrashdik. U devordan oshib tushgan edi. Ahvolini ko'rib yuragim ezildi. Ko'zlari shishgan, rangi oqargan. Meni ko'rishi bilan bag'rimga otildi. Men qo'rqyapman. Ular meni baribir berib yuborishadi, dedi u yig'lab. Men uning yuzlarini siladim. Qo'rqma. Men tirik ekanman, sen hech kimga tegmaysan. Sen meniksan. Qanday qilib? Otangiz, otam. Ular tushunmaydi. Men bugun amakim bilan gaplashaman, dedim qat'iy. Erkakcha gaplashaman. Amakim. U kishi og'ir bosiq, lekin g'azabi yomon odam edi. Otamdan ko'ra qattiqroq edi. Kechki payt u ishdan qaytayotganda yo'lini to'sdim. Amaki, sizda gapim bor, dedim. U menga sovuq qaradi. Bilaman nima haqida gapirmoqchisan. Bekor ovora bo'lma. Qizimni senga bermayman. Qarindoshmiz, gap so'z ko'payadi. Odamlarning gapi muhimmi yoki qizingizning baxtimi, dedim to'g'ri ko'ziga qarab. Amaki, men Farzonani baxtsiz qilmayman. Boshqa birovga bersangiz, u bir umr yig'lab o'tadi. Men uni kaftimda ko'tarib yuraman. Bizning sevgimiz shunchaki havas emas. Amakim to'xtab qoldi. Sen hali yoshsan, tushunmaysan. Men yoshdirman, lekin erkakman. O'z so'zimga javob beraman. Agar Farzonani boshqasiga bersangiz, men bu yerdan bosh olib ketaman. Lekin baribir uni olib ketaman. Bizni baribir ajratolmaysiz. Mening bu gapimdan amakimning jahli chiqdi, yoqamdan oldi. Menga do'q qilyapsanmi? Yo'q, iltijo qilyapman. Farzandingizni tiriklayin, ko'mmang. Amakim qo'yib yubordi. Uzoq vaqt menga tikilib turdi. Keyin chuqur xo'rsindi. Otangchi? Otang nima deydi? Otamni o'zim ko'ndiraman. Agar siz rozi bo'lsangiz, otam ham yo'q deya olmaydi. Amakim o'girilib ketdi. Ertagacha o'ylab ko'raman, dedi. Bu yo'q degani emasdi. Bu umid edi. O'sha kecha uyimizda katta kengash bo'ldi. Amakim kirdi. Otam bilan uzoq gaplashdi. Onamlar xavotirda. Men va Farzona esa o'z uylarimizda yuragimizni hovuchlab kutardik. Oxiri amakim chiqdi. Meni chaqirdi. Qizimni yig'latmaysanmi, so'radi u qat'iy. O'lsam yig'latmayman, dedim. Unday bo'lsa, to'yni boshlaymiz. Odamlar nima desa deyaversin. Ikkita jigarning birlashgani yomon bo'lmas, dedi u va otam bilan qo'l tashlashdi. Ishonish qiyin edi. Biz yengdik. Bizning sof sevgimiz, qat'iyatimiz yillar davomida qurilgan qarindoshlik to'siqlarini yengib o'tdi. To'yimiz. U butunlay boshqacha bo'ldi. Dabdabali emas, lekin juda samimiy. Farzona oq ko'ylakda men tomon yurib kelayotganda, ko'zlarida yosh, lablarida esa dunyodagi eng go'zal tabassum bor edi. Men uning qo'lidan tutdim. Bu qo'llar endi bir umr meniki edi. Odamlar gapirdi, albatta. Qarindoshga uylandi, qon buziladi, deyishdi. Lekin biz quloq solmadik. Hozir oradan 3 yil o'tdi. Bizning shirin farzandimiz bor. U sog'lom, aqlli va baxtli. Men har kuni ertalab uyg'onganimda yonimda Farzonani ko'rib Allohga shukr qilaman. Biz shuni isbotladikki, agar niyat pok bo'lsa, agar ikki yurak chin dildan bir-birini istasa, hech qanday to'siq, hatto qon qarindoshlik ham, odamlarning gapi ham ularni to'xtata olmas ekan. Farzona ba'zan hazillashib, agar o'shanda qochib ketganimizda nima bo'lardi, deb so'raydi. Men esa uning sochlarini silab, biz qochmadik, biz kurashdik. Va shuning uchun ham baxtimiz butun, deyman. Amakimning qizi. Endi mening suyukli yorim, farzandimning onasi va hayotimning mazmuni. Azizlarim, bu hikoya bilan nima demoqchiman? Sevgi bu jasorat. Agar yuragingiz tanlagan inson haqiqatdan ham sizga munosib bo'lsa, kurashing. Oila, urf-odatlar muhim, lekin insonning shaxsiy baxti hamma narsadan ustun turadi. Baxtli bo'lishdan qo'rqmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Hikoyachi Momo kanalida qoling.
Bizda hali sevgi va sadoqat haqida ko'plab hikoyalar bor. Xayr, salomat bo'ling. Siz gunohning ta'mini bilasizmi? U avvaliga qo'rquv kabi sovuq. Vujudingizni muzlatib, aqlingizni karaxt qiladi. Lekin keyin u olovga aylanadi. Yillar davomida uyquda yotgan ayollik g'ururingiz uyg'onganda, yoshingiz 45 ta bo'lsa ham, tanangiz 18 yoshdagi qizdek titrab, yana deb yolvorganda, siz endi avvalgi ona bo'la olmaysiz. O'sha tunda qizim uzoqda xizmat safarida edi. Uyda faqat men va u, kuyovim Temur qolgandik. Uning qo'llari qo'limga tekkanda, men jahannam va jannat o'rtasidagi ingichka ipda edim. Uning siz ona emas, go'zal ayolsiz degan pichirlashi mening butun hayotimni ostin-ustun qilib yubordi. Bugun men sizga o'z gunohimni, o'z baxtimni va o'z fojiamni aytib beraman. Hukm qilishga shoshilmang. Avval tinglang. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim Zuhra. Yoshim 45 ta. Tashqaridan qaragan odamga men o'rta yoshli, hayotning pasbalandini ko'rgan, og'ir bosiq ayoldek ko'rinaman. Erimdan ajrashganimga ancha yillar bo'ldi. Yolg'iz qizim Dilnozani tishimga qo'yib, oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazdim. U mening nafasim, hayotimning mazmuni edi. Uni yaxshi joyga, munosib insonga uzatish mening eng oliy maqsadim edi. Va Xudoga shukr, bu orzum ushaldi. Dilnozam o'zi sevgan, aqlli, kelishgan bir yigit Temurga turmushga chiqdi. Temur kuyovim. Uni birinchi ko'rganimdayoq qizimning tanlovidan quvongandim. O'qimishli, madaniyatli, zamonaviy qarashlarga ega yigit. Har qanday ona orzu qiladigan kuyov. Dastlabki paytlarda men uchun u faqat qizimning baxti, mening hurmatli kuyovim edi. Men ularning hayotiga aralashmaslikka, faqat kerak bo'lganda maslahat berib turadigan, soyada turadigan, oqila qaynonalardan bo'lishga harakat qilardim. Ular to'ydan keyin vaqtincha biznikida, mening keng va huvillagan hovlimda yashab turishdi. Temur dasturchi bo'lib ishlardi, ko'pincha uyda, o'z xonasida kompyuter qarshisida o'tirardi. Qizim esa erta tongdan ishga ketardi, kechgacha bankda band bo'lardi. Uyda ko'pincha men va Temur yolg'iz qolardik. Bu yolg'izlik avvaliga menga noqulay tuyulardi. Men oshxonada kuymalanar, u esa o'z ishlari bilan band bo'lardi. Lekin devorlar qanchalik qalin bo'lmasin, bir uyda yashayotgan ikki insonning energiyasi baribir to'qnashar ekan. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim Zuhra. Yoshim 45 ta. Tashqaridan qaragan odamga men o'rta yoshli, hayotning pasbalandini ko'rgan, og'ir bosiq ayoldek ko'rinaman. Erimdan ajrashganimga ancha yillar bo'ldi. Yolg'iz qizim Dilnozani tishimga qo'yib, oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazdim. U mening nafasim, hayotimning mazmuni edi. Uni yaxshi joyga, munosib insonga uzatish mening eng oliy maqsadim edi. Va Xudoga shukr, bu orzum ushaldi. Dilnozam o'zi sevgan, aqlli, kelishgan bir yigit Temurga turmushga chiqdi. Temur kuyovim. Uni birinchi ko'rganimdayoq qizimning tanlovidan quvongandim. O'qimishli, madaniyatli, zamonaviy qarashlarga ega yigit. Har qanday ona orzu qiladigan kuyov. Dastlabki paytlarda men uchun u faqat qizimning baxti, mening hurmatli kuyovim edi. Men ularning hayotiga aralashmaslikka, faqat kerak bo'lganda maslahat berib turadigan, soyada turadigan, oqila qaynonalardan bo'lishga harakat qilardim. Ular to'ydan keyin vaqtincha biznikida, mening keng va huvillagan hovlimda yashab turishdi. Temur dasturchi bo'lib ishlardi, ko'pincha uyda, o'z xonasida kompyuter qarshisida o'tirardi. Qizim esa erta tongdan ishga ketardi, kechgacha bankda band bo'lardi. Uyda ko'pincha men va Temur yolg'iz qolardik. Bu yolg'izlik avvaliga menga noqulay tuyulardi. Men oshxonada kuymalanar, u esa o'z ishlari bilan band bo'lardi. Lekin devorlar qanchalik qalin bo'lmasin, bir uyda yashayotgan ikki insonning energiyasi baribir to'qnashar ekan.
Asta-sekin bizning oramizdagi rasmiyatchilik devori darz keta boshladi. Tushlik paytida yoki kechki payt qizim kelishidan oldin choy ichib o'tirganimizda suhbatlarimiz ko'paydi. U men bilan har xil mavzularda gaplashardi. Yangi chiqqan kitoblar, dunyodagi voqealar, hatto mening yoshligim, orzularim haqida ham so'rardi. Uning qiziqishlari shunchaki xushmuomalalik emas, balki samimiy ekanini sezardim. Zuhra opa, siz juda aqlli ayolsiz. Dilnoza sizga o'xshagani uchun ham uni sevib qolganman, derdi u ba'zan menga tikilib. Ammo vaqt o'tgani sari uning nigohlarida qaynonaga bo'lgan hurmatdan boshqa mutlaqo begona va xavfli bir uchqun paydo bo'layotganini seza boshladim. Unda yosh yigitning yetuk, tajribali, ammo hali ham jozibali ayolga bo'lgan yashirin qiziqishi bor edi. Bu qarashlar ostida men hijolatdan qizarib ketardim, qo'llarimdagi piyola titrab ketardi. Ammo yuragim, mening yillar davomida muzlab yotgan yuragim allaqanday shirin, unutilgan titroqni his qilardi. Axir men ham ayolman. Erkak zotidan uzoqlashganimga, mehr ko'rmaganimga ancha bo'lgan. Yillar davomida ona, ishchi, rahbar bo'lib yashadim, lekin ayol ekanligimni unutgandim. Temur mening ana shu unutilgan men imni uyg'otayotgandek edi. Men bu tuyg'udan qo'rqdim. Dahshatga tushdim. Bu mumkin emas. U sening kuyoving, qizingning eri. Esingni yig'i Zuhra, deb o'zimni tunlari koyirdim. Ammo yurak aqlning buyrug'iga bo'ysunmas ekan. Bir kuni yozning issiq kunida hovlida ikkovimiz yolg'iz qoldik. Unga qaraganimda o'zimni 45 yoshli ayol emas, balki yillar davomida sevgi kutgan 18 yoshli qizdek his qildim. Uning yoshligi, uning g'ayrati, erkaklik kuchi meni o'ziga ohangrabodek tortardi. Suhbat orasida u to'satdan hech kutilmaganda stol ustidagi qo'limdan tutdi. Men cho'chib tushdim, lekin qo'limni tortib olmadim. Tortib ololmadim. Uning kaftlari olovdek issiq edi. Zuhra opa, dedi u pichirlab. Uning ovozi hayajondan titrardi. Men sizga befarq emasman. Buni bilasiz, sezib turibsiz.